400 yilda bir marta tug'iladigan egizaklar. Sizlar bu haqida eshitganmisiz? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, ushbu qiziqarli videoroligimiz YouTube'da keng tarqalishi uchun kanalimizga like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. 400 yilda bir marta tug'iladigan egizaklar. Biz bu voqeani Alloh mo'jizasi deya olmaymiz. Videoni oxirigacha tinglang va o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Xitoyda bir oilada egizak farzandlar tug'ildi. Bolalarning biri otasiga o'xshaydi, ikkinchisi na otasiga, na onasiga, na egizagiga o'xshaydi. Buni payqab qolgan ota bolalarini DNA tekshiruvidan o'tkazdi. Tekshiruv natijalarini ko'rgan ekspertlar shokka tushdi. Chunki bu egizaklar ikkita otadan dunyoga kelgan edi. Bu kamyob holat bo'lib, fanda gidropaternal superfonlatsiya deb ataladi. Bunda ikkita erkak spermatozoidi bitta tuxum hujayrani urug'lantiradi. Bu 138 ming egizaklarning bittasida uchrab, bu holat 400 yilda bir marta bo'lishi mumkin. Tekshiruvda egizaklarning biri qonuniy otasining do'sti bo'lib chiqdi. Onasi esa o'z qilmishlarini tan oldi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabin, videoroligimiz agarda sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring va kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.